Qurilish qotganligi 100% foyda istaydigan 3 ta qimmatli maslahat. Birinchisi tomimizning izolyatsiyasi. Plita, undan keyin mana 5 santimetrli Penaplex, uning ustidan 15 santimetrli lomboz bo'lgan. Tomni paterani ancha kesib beradi. Ikkinchisi, yaxshi rom, yaxshi eshik. Sababi nimaga? Oldin rom eshiklarimiz kichkina bo'lardi, muammo emas edi. Hozirgi dizaynda hammasi katta, baland bo'lgani uchun asosiy pateramizda rom eshigini hisobiga to'g'ri kelib qolyapti. O'shaning uchun yaxshi rom eshigiga ahamiyat berganingiz sizning foydangizga. Uchinchisi, binoni tashqi izolyatsiyasi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda tashqi tarafimizda 5 santimetrli bazalt bilan izolyatsiya qilinyapti. Buni vazifasi qishda sovuqni, yozda issiqni uyingizga kirishini kamaytirib beradi. Jaydari qilib o'zingizdan tilda aytganda, uyingiz uchun cho'pon vazifasini bajarib beradi. Bu 3 ta maslahatimizni kelajakda sizni bilinmas katta xarajatlardan aniq saqlab qoladi. Agar bu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashib qo'ying.